Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, Kantara mahsuloti narx-navosi bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat. Ko'pchilik insonlar tomonidan savol bo'lyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyat Buvayda tuman Dehqonot mahallasidamiz. Tanishtirishni mana bu ko'rinishdagi 230 laga bilan boshlaymiz. Bo'yin uzunligi 230 bo'ladi, stenasi qalin. Eng kamida 308 bo'ladi. Bemalol laga, to'sin, strapilarga foydalansangiz bo'ladi. Ustunqa foydalansangiz ham bemalol. Bir donasini ikki tomon tengini 80 ming so'm beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, holatlar chotki. Ozon holatdagisi ham bor. Bu yerda qovurg'a laga. Ichida qovurg'asi bo'ladi. Bir donasini 90 ming so'm beryapmiz. Ikkitasini ulasangiz ham 60 bo'ladi. Lagaga foydalana olasizlar. Mana bu yerda esa arzon holatdagilari bor. Lagamiz buni bir donasini 70 ming so'm beryapmiz. 2 metrlik 6 ga 6 ustunqa foydalansangiz bo'ladi. Stenasi eng kamida 308 bo'ladi. Bir donasini 75 ming so'm beryapmiz. Bozlarimiz bor. Ustunlik. Razmerlari 5 ga 10 bo'ladi. Bo'yi 255. Bir donasini 120 ming so'm beryapmiz. Kichkina holatdagisi bor. Bo'yida 30 sm ozgina farq qiladi. Qolgan razmerlari bir xil. Bir donasini 110 ming so'm beryapmiz. Bu yerda ham qovurg'a lagamiz bor. Arzon holatdasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ko'pchilik so'rashyapti. Ozgina kichkina bo'ladi, bu tomon katta bo'ladi. Qolgan razmerlar ham bir xil. 230, stenasi 308, eng kamida bir donasini 78 ming so'm beryapmiz. Bu tomoni ozgina qimmatrog'i, ustunligimizda baquvvati. 10 ga 15, stenasi ham bu ham 308 bo'ladi. Eng kamida bo'yi 230. Bu tozalanmagani. Ko'pchilik tushunmayapti. Tozalanmagan mana bu ko'rinishda ugunliklar bo'ladi. Biz tozalab qo'yamiz. 250 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishda tozalanmagani esa 230 ming so'm. Tozalangani mana. Sudagi ugunliklar olib tashlaganmiz. Bemalol ustunqa foydalanasiz. Ikkitasini ulasangiz 460 bu ham. Mana bu ko'rinishdagi 3x1 listimiz bor. Bu listimizda nima uchun foydalansa bo'ladi degan insonlar uchun, kattaroq latoklar uchun foydalansangiz bo'ladi. Razmerlari 1 metrga 3 metr bo'ladi. Bu ham tozalanmagani, qovurg'asi bor. 850 ming so'm beryapmiz. Tozalangani esa 530 ming so'm beryapmiz. Stenasi qalin. Mana bu ko'rinishdagi darvozalarimiz bor. Bu yerda pachaqlashyapti. Bo'lakka bo'lib adini sotamiz. Endi butun kerak eshikqa foydalanaman degan insonlar uchun ham sotiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu kattasi bo'yi 255 bo'ladi. Bir donasini 600 ming so'm beryapmiz. Bemalol eshikqa foydalansangiz bo'laveradi. Eshik listamiz ham sotuvda bor. Razmerlari 93 ga 225 bo'ladi. Bir donasini 210 ming so'm beryapmiz. Turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Yon listlarimiz bor. Siz aytgan razmerga kesib bera olamiz. Albatta laxtag'ini siz bilan kelishgan holda bo'yi 2 xil bo'ladi. 260, 230 bo'ladi. 1 kvadratini 100 ming so'm beryapmiz. Tom listimiz ham bor. 2 chak 235 bo'ladi. Eniga 1 kvadratini 105 ming so'm beryapmiz. Zaborlar uchun foydalansangiz bemalol bo'laveradi. Mana bu ko'rinishdagi poddomligimiz bor. Shilaga blokchilar juda yaxshi biladi. Razmerlari 45 ga 85 bo'ladi. Stenasi qalin. Ko'rishingiz mumkin, holatlari chotki. Ikkita oyoq qo'shib beramiz. 35 ming so'mdan beryapmiz. Mana bu ko'rinishda chanalarimiz sotuvda bor. Bo'yin uzunligi 11.70 bo'ladi. Bemalol buni ham to'sin, laga, strapilar qilib foydalansangiz bo'laveradi. Bir donasini 550 ming so'm beryapmiz. 6x6 profilimiz 11.70, bo'yin uzunligi 6 ga 6, stenasi eng kamida 308 bo'ladi. Bir donasini 650 ming so'm sotuvda beryapmiz. Menga paltoqda kerak degan insonlar uchun mana bu ko'rinishda paltoqlarimiz sotuvda bor. Razmerlari 240 ga 116 bo'ladi. Holatlari chotki. 1 kvadratini 110 ming so'm beryapmiz. Arzon holatdagisi bor. 116 ga 139 bo'ladi. 1 kvadratini 80 ming so'm beryapmiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar.
Ha, mana ko'rishda paltoqlarimiz esan chiqibdi. 063 ga 163 bo'ladi. Bir dona 80 ming so'm. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Kanalimizni ba'zi bir xato kamchilik uchun uzr so'rab qolamiz. Like va podpiska sizlardan.